BTS a'zosi Minyoongidan ajoyib yangilik. Jamoaning qolgan a'zolari harbiydan qaytgach yakkaxon konsertlar, sololar taqdim etishdi. Ammo Suga harbiy xizmatdan so'ng faqat shaxsiy faoliyat emas, balki jamiyat uchun foydali ijtimoiy loyihalarda ham qatnashmoqda. 2025-yil 23-iyun kuni Suga autizm bilan og'rigan bolalar uchun Minyoongi Treatment Center'ni Janubiy Koreyadagi mashhur Severance Hospital bilan hamkorlikda tashkil etdi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu loyiha bosh homiysi ham Suganing shaxsan o'zi va u taqriban 3,64 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni ushbu kasalxonaga xayriya etgan. Markazda autizm spektr buzilishi bo'lgan bolalarga mo'ljallangan psixologik yordam, nutq terapiyasi, xulqni boshqarish va musiqiy mashg'ulotlar olib boriladi. Maxsus Mind dasturi Music Interaction Network Diversity orqali bolalarga musiqiy tajriba orqali ijtimoiy va hissiy rivojlanish imkoniyati yaratiladi. Suga bu markazda faol ishtirok etishi, bolalar bilan bevosita musiqa orqali shaxsan o'zi ishlashi kutilmoqda. Bu tashabbus Suganing ijtimoiy mas'uliyatni chuqur his qilishini va harbiy xizmatdan keyin ruhiy jihatdan yanada yetukroq inson sifatida qaytganini ko'rsatadi. Mana bu haqiqiy yangilik.